Keyin qizlar, bu Ersak kompaniyasini kalsiy, magniy, sink, vitamin D3 badi. Bu badni men farzandlarimga уже 2-oy boshladim. Ichida 90 ta kapsula bo'ladi. Men 3 ta bolamga bemalol bittasini 1 oy ichira olaman. Chunki uchala bolamga nima deydi? Har kuni bittadan beraman. Buni 1 oy ichishadi. Uchalasi ham juda ham yaxshi ko'radi. O'zim esimdan chiqib qolsam, o'zlari eslatadi. Bersam, quruq-o'zini ham yeb qo'yishaveradi-da, bilmayman. Nimasini ham chaynab yeyishaveradi. Nima deydi? Kapsulani idishi bo'ladi-yu, shuni ham yeb qo'yishaveradi. Bizda o'zgarishlar yaxshi. Ular tindaqlari ham sinib ketar edi. Sinib yomon bo'lib, g'alati o'sishni boshlayotdi. Undan keyin qog'oz, shunaqa turpoq, shag'al, eng kichkina bolam shunaqa narsalarni og'ziga solib yeb ham qo'yar edi. Buni ichirishni boshladim. Undan keyin o'sha ancha tindoqlarini ham o'sishlari chiroylilashib, tirnog'ini nima deydi, shakllari ham yaxshilashib qoldi. Bu vitaminimiz ham juda ham kerakli vitaminlar. Buni ham tavsiya qilaman yosh bolasi borlarga ham, o'rta ozg'inlarga ham, bo'yi o'smay kichkina bo'lib qolayotganlarga ham tavsiya qilinglar. Semirgani ichsanglar ham bemalol bo'ladi. Men o'zim bolalarimga ichiryapman, rezultatini ko'ryapman, Allohga shukr. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan tavsiya qila olaman.